Salom azizlar, sizlar Uzgrad TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan YTH sodir bo'ldi. 15-noyabr kuni ertalab Xitoyning sharqidagi tezkor trassalardan birida dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqida xabar berildi. 30 dan ko'proq mashina ishtirokida sodir bo'lgan YTH Anxoy provinsiyasida sodir bo'lgani, uning natijasida 18 kishi halok bo'lgani va 21 kishi jarohat olgani ta'kidlandi. YTHda jarohat olgan odamlar yaqin oradagi shifoxonalarga yetkazilgan, biroq ulardan 11 nafari og'ir ahvolda ekanligi xabar qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, YTH oqibatida 4 ta mashina yonib ketgan. Voqea joyida qutqaruvchilar guruhi ish olib borayotgani qayd etildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtohalokatga quyuq tuman sabab bo'lgan. Buning oqibatida ko'rinish darajasi tushib ketgan. Bu esa bir necha kichik to'qnashuvlar olib kelgan va katta tezlikda kelayotgan mashinalar birin-ketin bir-biriga urila boshlagan. Aziz tomoshabinlar, sizlar ham ehtiyot choralarini ko'rib yuring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.